Assalomu alaykum tuğanlar mana. Bugün 7 Ağustos. Palmiyon Örük pazarı. Hayman Batır Örük pazarı. Ana barga nachinkalar qancha oldu? 180. 180 qildi. 180 so'm bo'libdir. Qancha oldu o? 270'ten beri verdim. 270. Kaç kanal? Atken KG. Bugün görüyoruz. YouTube'dan. Para arası. Bilmiyorum Allah. Ana YouTube'a köpten beri tartmaydık. Instagram'a tartağız da основной. Zakaz kılıp öğretler. Anlayız. Yaxşı. Ana patişikler. Bektaş ağa zor musunuz? YouTube'a tartıp koyalım. 5-6 ay öp yattı bakı. Bu satıldı. Ha kaç oldu? Canlı 100 bol. 100 ketdi. Mana var mı? Bol mu? 100'den satıldı ha. 100'den satıldı. 100'den ha ketdi. Manalar polmuyor. Oo, şehir geçeyim be. Polmuyor mana natural 100'den ketiptir. Satıldı dedi. Yiri gitken bir ama. Ya manalar ham ketdi canlar. Joylik ha. Mana yer geçeyim ha. Bak şu 1,5 ton. 1,5 tonna araştırdı. 2,5 tonna. 2,5 tonna. 100 so'mdan satılıptır bunu. Natural. Karakasın diyorsun. Soğumlu. Kaç oldu? 130'a beri verdim. Manalar kaç oldu mu lan? Kaç oldu? Mana kaç? İgeleri yok değil mi? İgesi yok mu? Yok kanka verirken. Yesene. Oho ana yolcunun ham dadili ekan. Oy qancha oldi mana hali? Senku? Qanday? Qanday? Nasıl? Qancha oldi yolcu? 500 bo'ldi. 500 so'm bo'ldi ona. Eng oldi. Yolcu. Ne bağlar tushib ketdi ha? Bağlar ancha. Mashlar qimmat ketdi ha. Mana unda qancha qildi? 400 bo'ldi. O'tganda qancha qildi dedi? Kalta 400 qildi, mayli. Yerdi ham sotdi oyoqqa bu yoqqa ko'pdan beri ketib yurasizmi? Ya bu kechalar. Yo'q, boshqa sort bu da. Sot ol satam onu. Bu 400 bo'ldi. 500 bo'ldi. Ha, o'rik zakaz qilsanizlar, liboy shaharlarga dastavkasini yetkazib Qozog'iston, Rossiya. Mana qancha oldi o? 280. 280 bo'ldi. Ona Bitta xolaniki bu. qancha oldi barga? Makka nima gap? Makka. Assalomu alaykum. Qancha olib tur mana shu? Hey, shu yerda turasizlar, bilsangizlar kerak, bahosini bilmaysizlarmi? Barga qancha oldi aja? 300 ga berdim. 300 so'm bo'ldi ha? 300 so'm bo'ldi. Ne hoş gerek? Ha? Turan maqtarda aytib beraylik. Qancha oldi mana shuni bo'g'onni aytaman. 120 so'm bo'ldi. Realni bog'larda aytdik ha. Erkakcha. O'zingga javob berasin keyin. Mana achi. Yetishunda. Aytdim akam. 300 so'm oldu. Ana aytib beraylik. Sen 170 so'mni ko'rgan, 300 bo'la öğretken lan. Tabi vardı odan. Ha, yo'q, sen bo'g'onni aytmanga. Buna qancha oldi? 170'ten beri veriyor ekan. 170 bo'ldi. Yaxshi oldu. Limon qancha oldi? 150. Bozor qancha qildi? O'shaga bordi. Qancha oldi? 350. Ha, 350. Ya qancha oldi? Qaysi soda oldi? 280 beredi ya. Ana TikTok'ga ham keldi.
Ya YouTube'ga. 280 mi oldu? Katta 280 mi? Bu qancha oldi sizniki? 310 ga ertalab so'rashgan, hozir yo'q. Borini Hozir gapiramiz. to'g'ri aytasiz. Sar savdo yaxshi bo'libdi. Mana qancha oldi? 190. 190.